Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz reportajimizni Kattaqo'rg'on tumanidan olib boryapmiz. Bunda tuman yo'llardan foydalanish korxonasi ishchilari kech bo'lishiga qaramasdan Kattaqo'rg'on Cho'g'on yo'nalishida yo'llarni ta'mirlash ishlarini olib borishmoqda. Bunda barcha bo'lim ishchilari jonbozlik ko'rsatishmoqda. Jumladan Olim Bahrom boshchiligidagi 290-bo'lim ishchilari ham jonbozlik ko'rsatishmoqda. Bu ishlarda boshchilik qilgan tuman yo'llardan foydalanish Untar korxonasi rahbariyatiga ham, tuman hokimligiga ham, hokim buvamizga ham katta rahmat aytib qolamiz. Yo'llarimiz yanada ravon bo'laversin. Tinchligimiz barqaror bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.